shu 5 kun ishda erkakda ovqatim qilaman, kiraman, uy tozalayman. Shambozor ketabanda. Shambozor ham ovqatim qilib qo'yib ketaman. Shuni ham qoladi. Endi qanday bo'lmaydi shunday azob yetadi. O'sha gapirmaydi. Shu uchun hech qachon ota-onalar yana qilmaydi. Bizlarga ham qilmayman. Pastiyarli ishlar yo'q gapirmaydi. Bo'raman desam ham, nima qilay desam ham, lekin necha yil turgan bo'lsak ham bu yoqda o'sha uyda bo'lsalar biron marta onamdan kiyotganim bor, yo'q 3-4 soatga borgan qilmaydilar. Unda bu yerda bo'lsam nima yoki menga qaraydilar. Insof qildilar qilmaydi. Virus olib turish qilsa undan ham battar deydi. Shu uchun yoniga o'tib ketadi.